O'rtoqlar, hammaga salom. Sizlar bilan Aida Taro. Shaxsiy rasklat qildirmoqchi bo'lganlar WhatsAppdan aloqaga chiqasizlar. Menda boshqa hech qanaqa sayt yo'q, faqat WhatsApp. Energiya men uchun har doim video like, podpiska sizdan. Bugun kartamga savolim, aqlingizdagi kishi bilan o'rtangizda nimalar bo'ldi? Yoki nimalar bo'ladi? Agarda ismida, familiyasida, otchествосida mana shu harflar chiqsa, videoyim va raskladim именно siz uchun. Agarda именно siz uchun bo'lsa, podpiska и like bosishni unutmaysizlar, chunki baribir ham energiya обмен qilinsa, tezroq amalga oshirish rituali bo'ladi. O'rtoqlar, ketdik. Butun fokusingiz unda bo'lsa, hech narsa ichish shart emas. Ketdik. Oho, nima bu o'rtoqlar? Aqlingizdagi kishi sizni normalniy stressga so'qib, ya'ni normalniy stressga hozir aytaman o'zbekchasi 1 minut. Kirg'izib, normalniy stressga sizni kirg'izibdi aqlingizdagi insoningiz. Juda ko'p ko'z yosh, juda ko'p siqilishlar, juda ko'p qanaqadir xiyonat deymizmi, xullas ko'p narsani kechirgansiz, ko'p narsaga ko'z yumgansiz va juda ham bir siqilishli, og'ir kartalar chiqdi aqlingizdagi inson bilan ilgili, bog'liq, ya'ni. Siz qayerdadir ishlaganmisiz? Ya'ni aqlingizdagi insoningiz deb hattoki ish joyingizni yoki o'zgartirgan yoki ish joyingizni ish joyingizdan ketganmisiz? Mana o'rtoqlar. Yo'q joylarga aqlingizdagi insoningiz o'zini ko'rsatib, sizdan o'zini sovutish darajasiga ham sekin-sekin yetib kelayotgan ekan. Ya'ni ko'nglingiz oldinchalik sevib, oldinchalik u haqida qayg'urishlar chiqmadi. O'zidan o'zini qiliqlari bilan sizni sekin-sekin sovutishi chiqyapti. Ancha qiyinchiliklar bo'ladi отношениyalarda. Zo'r bir daqiqalar, zo'r bir onlar kelyapti demayman, chunki отношениyalarda qiyinchiliklar chiqdi, ko'p pustoy gaplar chiqdi. Aqlingizdagi insoningiz haqida ketish arafasidami yoki siz? Uchinchi shaxs ham chiqdi o'rtoqlar. SMSlashishi chiqdi uchinchi shaxs bilan. Tamam.